Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Statistika tasdiqlaydi. Real Barselona dan chempionlikni tortib olish uchun imkonsiz narsalar kerak bo'ladi. Statistika tasdiqlaydi. Real Barselona dan chempionlikni tortib olish uchun imkonsiz narsalar kerak bo'ladi. Atletico ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng Barselona Madridning Real klubi bilan oradagi farqni 7 ochkoga yetkazdi. Shanba kuni qaymoq ranglilar Mallorca dan mag'lubiyatga uchradi 1-2. Birozdan so'ng kataloniyaliklar asosiy raqobatchisining xatosidan unumli foydalanib, xuddi shunday hisobda matraschilarni mag'lub etdi. Endilikda Barselona hisobida 76 ochko, Realda esa 69 ochko mavjud. Opta ma'lumotlariga ko'ra, La Liga tarixida hali hech qaysi jamoa 30 turdan keyin peshqadamdan 7 yoki undan ko'p ochko ortda qola turib, chempionlikni qo'lga kiritmagan. Alvaro Arbeloa jamoasi ko'kanorranglilarni tituldan mahrum qilishi uchun haqiqiy jasorat ko'rsatishi talab etiladi. O'tgan mavsumda Barselona 88 ochko jamg'arib, Realni 4 ochkoga ortda qoldirgan holda chempionatda g'olib chiqqan edi. Bu safar ham shunday bo'ladi chog'i. Barsachilarni tabriklagan holda madridliklarga sabr tilaymiz. Real prezidenti Mallorca dan uchralgan mag'lubiyatga keskin munosabat bildirdi. Real prezidenti Mallorca dan uchralgan mag'lubiyatga keskin munosabat bildirdi. Shanba kuni Real safarda Mallorcaga 1-2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Oradan bir necha soat o'tgach, qaymoq ranglilarning La Liga peshqadami Barselona dan ortda qolishi 7 ochkoga yetdi. Gol portalining Ispaniyadagi manbalariga tayanib xabar berishicha, Real prezidenti Florentino Perez jamoaning mag'lubiyatidan so'ng g'azabga kelgan. U stadionda bo'lmagan, biroq keyinroq Madrid klubining o'yinidan noroziligini bildirgan. Manbalar Perez tomonidan aytilgani iddio qilinayotgan so'zlarni keltirmoqda. Mavsumning qolgan qismida bunday sharmandali o'yinni takrorlay olmaymiz. Seshanba kuni kuchli o'yin ko'rsatib, o'z darajamizni isbotlashimiz kerak. 7-aprel kuni Real Chempionlar Ligasi chorak finali doirasida Bavariyani qabul qiladi. Ishchi futbolchisi Jahon chempionati 2026 da O'zbekistonga qarshi o'ynaydi. U Fransiya o'rniga Kongoni tanladi. Parij futbolchisi Jahon chempionati 2026 da O'zbekistonga qarshi o'ynaydi. U Fransiya o'rniga Kongoni tanladi. Paris Saint-Germain yarim himoyachisi Senni Meyulyu xalqaro miqyosda qaysi terma jamoa sharafini himoya qilish borasida bir qarorga keldi. 19 yoshli futbolchi Kongo terma jamoasini tanladi, deb xabar bermoqda Topskill Sports. Istiqbolli Habib Fransiya terma jamoasidan joy olishga da'vogarlik qilishi mumkin edi, biroq u ota-onasining vatanini afzal ko'rdi. Tomonlar allaqachon kelishuvga erishgan. Endilikda o'yinchini Kongo milliy jamoasi qaydnomasiga kiritish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni rasmiylashtirish qoldi, xolos. Yaqinda Kongo terma jamoasi otish o'yinlarida Yamaykani mag'lub etib, Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan edi. Jahon chempionati 2026 guruh bosqichida ular Portugaliya, Kolumbiya va O'zbekiston terma jamoalari bilan kuch sinashadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Kongo terma jamoasi bizga Portugaliyaga va Kolumbiyaga muammo tug'dirishi mumkinmi? Fikrlaringizni yozib qoldiring. Yurgen Klopp dunyoning eng yaxshi murabbiyi kim ekanligini aytdi. Liverpool va Borussia Dortmund klublarining sobiq ustozi Yurgen Klopp TV2 kanaliga bergan intervyusida o'zini hech qachon buyuk mutaxassis deb hisoblamasligini aytdi. Nemis mutaxassisining ta'kidlashicha, murabbiylik faoliyati davomida u doimo izlanishda bo'lgan va ba'zan qiyin vaziyatlarda nima qilishni bilmay qolgan holatlari ham uchrab turgan. Murabbiy bo'lib ishlagan kezlarim o'zimni hech qachon buyuk mutaxassis deb hisoblamaganman. Bu haqiqat. Har kuni shunchalik ko'p ishlar, kallamda shunchalik ko'p savollar bo'lardiki, har doim ham nima qilishni bilavermasdim. Buni qayerdan bilishim mumkin edi? Agar odamlar men bilan dunyoning eng yaxshi murabbiyi Guardiola o'rtasidagi raqobatni yuksak baholashgan bo'lsa, demak, men ham oddiy mutaxassis bo'lmaganman. Buni tushunardim, lekin oxirigacha his qilmasdim. Endi murabbiy emasman va o'zimga, "Vau, men haqiqatan ham kuchli bo'lgan ekanman" deb aytayapman, deydi Yurgen Klopp. Ma'lumot uchun, Klopp 2025-yil 1-yanvardan buyon Red Bull kompaniyasida futbol departamenti rahbari lavozimida faoliyat olib bormoqda. Mutaxassis 2015-2024-yillar davomida Liverpoolni boshqargan va jamoa bilan Premier Ligasi hamda Chempionlar Ligasi g'olibiga aylangan. Yevropa Chempionlar Ligasi, Real, Bavariya va Sporting Arsenal o'yinlariga hakamlar tayinlandi. Seshanba kungi chorak finallar hakamlari ma'lum.
Hakam Michael Oliver Chempionlar Ligasining chorak finalidan o'rin olgan Real va Bavariya o'rtasidagi birinchi o'yinga tayinlandi. Bellashuv seshanba kuni Santiago Bernabeu-da bo'lib o'tadi. Oliverga Stuart Bert va James Maynoring yordam beradi. 4-hakam Andrew Metli va referilari Jared Gillett va italiyalik Marco De Bello. Bu Oliver uchun Real ishtirokidagi Evrokuboklardagi 5-o'yin bo'ladi. U avval madridliklarning Juventus 1-3 bilan 2017-18-yilgi Chempionlar Ligasi chorak finalidagi Eintrachtga 2-0 qarshi 2022 yilgi UEFA Superkubogidagi 1-2 bilan 2023-24-yilgi mavsum guruh bosqichidagi, shuningdek, ushbu Yevro mavsumda Olympiakosga 4-3 qarshi o'yinlarda ishlagan. Shu bilan birga, UEFA seshanba kungi yana bir chorak final uchun ham tayinlovni e'lon qildi. Sporting va Arsenal o'rtasidagi bahsni nemis hakami Daniel Zibert boshqaradi. Unga Jan Zaydel va Rafael Folten yordam beradi. Zaxira hakami Daniel Schlager. VAR uchun Bastian Danker javob beradi. Uning assistenti Seren Storks birinchi o'yin Lissabonda bo'lib o'tadi. Javob bellashuvi esa 15-aprel kuni Londonda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Birinchi o'yinlarga taxminlaringizni yozib qoling. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.